Yurttaşlar bizden gelip durup bir tane konditsioner xarid etasizlar. Brendini umuman qiziqi yo'q. Xalasanlar Volon, xalasanlar Artel, xalasanlar Shivaki, Tsel, Zifler. Brenddan muammo yo'q. 12lik konditsioner olasizlar. 12 tane savg'asi. 12 tane savg'asi. Tekina bo'ladi. Hammasini qo'shib Hammasi. Inshada ko'rib turgan savg'alaring, plysos, misrobki, duxobki. Eng arzon narsalarimiz. Undan tashqari 18 lik konditsioner olaman degan yurtdoshlarimiz. 18 tane savg'asi mutlaqo tegin bo'ladi. 18 tane savg'asi. To'g'ri eshitdimmi? Savg'asi mutlaqo tegin bo'ladi. Agar men uyimda bu narsalarim bor, men uyimga avtomat kirmashin, televizor olaman degan yurtdoshlarimizga 1 million so'm, 2 million so'm, 3 million so'm kupon 3 million so'm berecekmisiniz? 3 million so'm. Любой bir xolodilnik xarid etdinglar, Diller 300 Premium'lar. Brendini farkı yok, Doğru verasiz. Brendini farkı yok. Xolasa 90'lik, xolasa 60'lik, xolasa 70'lik. Yeni. Katta xolodilnik xarid etasizlar. Nominal ko'p beramiz. Premium'dan. Zo'r taklif. Bir dana 12'lik Bir tane konditsioner 12'ligini. 12'ligi dastavki ustanovkisini ishlab beramiz. Vam kam degan obunachilarimizga. Yine bir de 2 milyon so'm, 3 milyon so'm, 4 milyon so'm, 4 milyon so'm ketdi. Aksiyani zo'rini Diller 300 Premium qo'yib beradi. Bir dana kichkina xolodilnik xarid etasizlar. 2 milyon so'm kupon narxi chiqib qoldimi endi? Narxi 2,5 milyon. 2,5 milyon so'm tushib qoldimi? 2,5 milyon so'mga xarid etasizlar. 2 milyon so'mlik kupondan, do'kondan xohlagan narsangizni mutlaqo tekin olasizlar. Setbeki avtomat kir mashinalari yo'qmi podarkisi? Avtomat kir mashinam sovg'alarni zo'rini taqlab qo'yganmiz. Diller 300 dan kelib turib sovg'a siqib ketgan odamning o'zi bo'lmaydi. Qara, bir dana avtomat kir mashin xarid etadi. Bir dana duxovkasi, parovoy dazmoli, plysosi, zepter nabori, termoxoti, blender, maxsus sovg'asi. Seni kanalini ko'rib kelsa. Bir dana sujilka, bir dana gradinli doski, mutlaqo tegini. Von bo'lmadi deganlari. Bir dana sifati yaxshisidan gaz plitasi. Gaz plitasi ham ketdi. Shu videoga like bassa bir dana vitiskasi. Undan tashqari kommentga kirib turib, Diller 300 Premium omad so'zini yozsa, bir dana televizori mutlaqo tegina bo'ladi. İçanda görüp duranların sərdə jarayani əcində olub durdu. Bir görüb çıxamız azdır. Kılçına Garzenikistan geldi ben ağam. Bir dana xolodilnik xarid Ağam? etdik. Sovg'adan qo'shib berdilar. Savg'asına konditsioner bilan televizor. Yo'q, qarang. Bir dana xolodilnikka shu. Konditsioner qo'shib berdi. Ağam? Undan tashqari like bosib, komment yozib, do'stlarga jo'natganim uchun Eddinina ağama Pasiyanın imzasımız boyunca bir dana 32'lik televizordan qo'shib Bir dana like basqan üçün televizor qoşub berdiyizlər. berdik. Shunday tekina. Gördüyüzlər bir like'larını basıb qoyunlar. Hakiki mi? Doğru mu? Hakiki. Nasıl olur? Hakiki. Like baskanım için, patpiski boğalım için televizorda koşup getirdiler. Ana. Sen temizlen. Ana, qoşumçasına bir dana terimizəm Bir getdi. partiya verdiğine enerji için bir tane temizlen. Böyle fotoğraf koysunlar. Assalomu alaykum. 4 kun bugunlar hammaga yaxshi kayfiyat, kunni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizlar uchun bugun 4 kunda bo'lmagan, bo'lmagan skit plyuslarni chiqarib beramiz. Qaranglar, bugun Diller 300 Premium'a kelganmiz. Bilasizlar, Diller 300'ni tarmoqlari ko'p. Hozirgi kunda Diller 300 Premium'da zo'r aksiya bo'lib turibdi. Chaqirdilar. Xohlasa soni yoritib beramiz. Lokatsiyamizga kelgan bo'lsak, lokatsiyamiz qaranglar. Bu yon taraf yana kommunizm pavat tabatlari, kommunizm pavat Hazaras va Xonqa tarafdan kelsangizlar, kommunizm pavatda shunday o'tganlaringizda 10 qo'lda bo'ladi. Endi 4 kul tumanining Jome masjididan kelaman desangizlar, bu yon tarafdan Jome masjididan o'tib kelasizlar, o'zi Shark Market. Ya'ni orientirimiz Shark Marketni ko'pchilik biladi. Shu yerga kelsangizlar, o'zi Diller 300 Premium kutib olsani. Endi ichanda ko'rib chiqamiz. Narxlarni eskitki plus aksiyalarini hammasini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Qani ketdik. Galing. Asadbek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Podarkalarimiz keldi, obunachilar. Bir-birlarini bosib qo'yinglar, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Video boshlamasdan oldin sizlar uchun har doim manfaatli video ishlaymiz ekanmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, hamma? Omonsiz. Assalomu alaykum. 4 yil bugun kanalimiz obunachilari hamda Diller 300 maishiy do'konimiz xaridorlari sog'misiz, omonmisizlar? Videoni o'tirib bermanglar. 3 tane shobramizni videonun oxirida g'olibini aniqlaymiz. Kommentar show qo'yilgan o'tgan videoda. Bundan tashqari shu videoning oxirida bomba kommentar show qo'yib beraman aka. Qo'yma. Pototamiz bugun. Yana birsini qo'yib beraman. Yana birsini qo'yib beraman aka. Bo'ldimi? Necha aksiyalar o'tiribdi og'a? Chaqirgansiz endi. Chaqirgana ko'ra yarasa zo'r aksiyani tuzganmizga aksiya plus skidga. Skidkasi ham bor, ya'ni aksiya bormi? Ham aksiya ham bor. U degani bizdan avtomat kir mashina olamiz, televizor olamiz, konditsioner olamiz, xolodilnik olamiz. Og'an odamlar bizlarga aytadi edi. Bizlarga sovg'asi kerakmidi? O'zini tan narxidan skidga aytib ber. Shu obunachilar uchun ham aksiyada olaman degan obunachilar uchun aksiyani zo'rini tayyorlab qo'yganmiz. Skidga olaman degan obunachilar, skiddan zo'rini tayyorlab qo'yganmiz. Skidga qo'yib bergansiz, to'g'rimi? Sirtda bir zo'r yangiliklar bor. Bir qadar tanishtirib o'tib ketaman. Bu ham taqoq qo'yibsiz bu.
zo'r yangilikni aytganmiz qara. Ha. Avtomat kirmashin, gaz plita, Ava. yana bir konditsioner, Konditsioner, televizor, televizor. xolodilnik. Xoldinlik. Maishiy texnikalar. Ne bu aksiyami? Bu skidga bo'ladi. Skidga aytib berdik, to'g'rimi? Skidga. Endi aksiya ichanda bo'ladi. Ava. Bular bir qator narxlarni aytib o'tib ketamiz. Qara, xolodilnikdan boshlaydigan bo'lsak 5 million so'm Artel'dan. sotilgan. O'zlarimizning milliy brend. Miroy brend. Ava. Garantiyasi bor. Narxi 5 million so'm bo'lgan. 4 million 900 ming so'mga tushirganmiz. Ava. Narxini 4 million 600 ming so'mga qo'yib beramiz. 4 million 600 ming so'm 4 Artel million 600 Xoldinlik. ming so'm. Kattasidan. Endi qara uka. Eco Frost 4 ekan yana, million ko'ringlar, 600 Eco Frost ekan. Endi eshit. Ava. 4 million 600 ga xarid etmaydilar. Narxidan 1,5 million so'm skidga aytib beraman. 1,5 million so'm skid 1,5 million so'm ko'rajekmisiz? skidga aytiladi. Bu Xoldinligimizning narxi 3 million 100 ming so'mga tushib qoladi. Shu katta Xoldinlikimiz 3 million 100 ming so'mmi? 3 million 100 Go'stingmi? 3 million 100 ming so'm Xoldinlik. Xoldinlikimiz yana. Kelib turib 3 million 100 Modellikdan ming so'mga go'stingni to'lab buni turib, katta Xoldinlikni 3 million 100 ming so'mga qo'yib berdik. 3 Gapingizda million 100 javobmi? ming so'm. Gapingizda Oling 5 javob narsa. Kelib olib ketaversangiz qo'yib beramiz buni. Bir hafta davomida bo'ladi. Bir hafta. Endi bu xolodilnikimizdan soni chegaralangan kelib turib uspetib qolinglar. Ha, uspetib qolish kerak, to'g'rimi? Endi qara uka, bu xolodilnikimiz bo'ladi. Endi Bu 7 Xoldinlikimiz, ava. televizorga keladigan bo'lsak, Koning firmasidan 50 dyumlik 50 dyumlik bo'ladi. Konikdan yana hozirgi trendda. Endi qara uka, narxini e'tibor bersang 4 million 800, 4 million 600 ming so'm sotib o'tiribdilar menda. Ava. Narxini 4 million 100 ming so'mga tushiraman. 4 million 100 ming tushirdingiz. 4 million 100 ga tushiraman. Buni narxidan ham 1,5 million so'm chegirma ishdayman. Yana 1,5 million so'm skid 1,5 million ko'rajekmisiz? so'm. Gapingizga javob bersak 600 aka. ming so'mga tushadi. 2 million 600 ming so'm, 50 lik. televizor, web sistemada 43 ishlaydi. soat turolmaydi Asadbek aka. Yo'q, uka 50 lik bo'ladi. 50 lik. Gapingizga 50 javob qo'ying. Gapimga javob. 2 million 600 dan ketdi bu. 2 million 600 mingdan. Yana nima Endi qo'yib qo'yamiz? konditsioner. Qara. Biza ya prostoy tufta, ya bozorda xalq tanimaydigan brend emas. Qaysiniz brendi bo'ladi? Qaysiniz? Germanik Yaxshi, texnologiya bo'ladi, germanik to'g'rimi? texnologiya. Mirovoy brend. E'tibor bersin, DC inverter bo'ladi. Yana DC inverter motorli. DC inverter. Buni narxi qara, hammada 5,5 million so'm, 5 million so'm sotib turibdi. Tamam. Bizdan o'zlarimizdan 5 million so'mga turibdi narxi. Kelib turib so'rasanglar bo'ladi. Sen obunachilaring uchun narxini 3,5 million so'mga qo'yib beramiz. 3,5 million so'm konditsioner, DC inverter motorli. DC inverter Hisense kompaniyaniga. Qaysinisidan yana? Endi Bam qara. chekim bo'ladi shunda? Bo'mcha bir hafta davomida haftadan kelib turib, uspetib Son chegaralangan lekin. kelib turib olib qolinglar. Endi qara uka, gaz plita olaman degan mijozlarimizga super chegirma ishlab beraman uka. Unday narx Bular ham? ko'rmagansan. Bular ham bo'ladi, unday chegirma. Yana Qara. cho'gun. Chugun, turbo komfortkali, bundan tashqari qara, spichkasi bor, usti nержавейка. Buna e'tibor bersang narxini 3 million so'm sotib o'tiribmiz. Eng arzon yerida 2 million 800 ming so'm. Havo. O'zlarimizdan video qo'ygan vaqtida sen bilan o'tgan videoni ko'rsa bo'ladi, shu gaz plitaning narxini 2 million 600 ming so'mga qo'ydik. Shu gaz plitaning narxini 1 million 500 ming so'mga qo'yib beramiz. 1 million 500 ming so'm gaz 1 million plita. 500 ming so'm gaz plita, Turbo duxovkasi bor. komfortki. Bu ya mebelni gaz emas, gaz plita. Oo, shuni Gaz aytaja plita. kelam hozir. Gaz plita ketdi bam. Avtomat kir mashinani boshqa do'konchilar 6 kiloligini skidga tushirdi. Havo. Bir do'konchilar 7 kiloligini skidga tushirdi. Narxini e'tibor bersang, hammada bo'lib turgan narx bo'ladi. Endi qara, men sana qo'yib beradim. Kir mashinamning narxi Zivler kompaniyasining 8 kiloligi bo'ladi. Hammada uka bilasan 4 million 500, 4 million 800 sotilib o'tiribdi. Narxini maydalashib o'tiribman. 2 million 400 ming so'm 8 kilolik avtomat. 8 kilolik avtomat kir mashina 2 million 400 ming so'm. 8 kilolik. 8 kilolik berecekmisiz Ziflerda? Gapingizga javobmi? Gapga javob. Keyin tamom bo'lib qoldi degan narsalar bo'lmaydi, to'g'rimi? Keladi, son chegaralarga kelsa, injenerdan olib ketaveradi 8 kilolik. Bam bir hafta ketdi. Bir hafta davomida bo'ladi. Endi buni tushuntirdik. Boshqa Endi aksiya qara, bo'lib turibmi? Bu boshqa aksiyalar ham bo'lib turibdi. Bu skidga deyiladi uka. Aksiyalarimiz do'konning ichida davom etib turibdi. Bu ya obunachilar aytadi-ku, menga o'zi kerak degan obunachilarga yana qo'yib berdik. Bemalol kelib turib xarid etsanglar bo'ladi. Bir hafta davomida, to'g'rimi? Bir hafta davomida. Endi men aksiyasi bilan olacakman. Qizimni chiqaracakman, to'yatdi, menga siba kerak degan obunachilarimiz avtomat kir mashina xarid etadigan bo'lsa. Endi bu yerda qara, Aisha brendi bo'ladi, sifati yaxshi, kачество. Evveldan gapirgan brendlar hisoblanadi. Endi narxini keladigan bo'lsak 4 million so'm, 3 million 600 sotilib o'tiribdi. Endi bu 6 kilolik bo'ladi. Ya aytding 2 million 400 ming so'm, sen 8 kilolik aytding. Buni nima uchun bahasini endi 3 million 100 ming so'mga qo'yib berajakman ekan buni. 3 million 100 ming so'm 6 kilolik. 3 million 100 ming so'mligini endi tushuntirib beraman. 3 million 100 ming so'm olsa mendan kelib turib xarid etsa, endi qiz chiqarajak. Bir dana duxovkasini qo'shib beraman. 36 litrlik. 36 litrlik. Bir dana nasi yanında parovoy dazmoli. Parovoy dazmoli ham ketdi, yaxshisi. Bir dana pilisosi. Pilisosi. Bundan tashqari inabida ina zepter nabori. Nabor qazon. Termoxod.
blender, maxsus sovg'asi. Maxsus sovg'asi. 4 Uchak- yil bugunni ko'rganliginglar uchun onu bu. Ine, işi gaping turadim. Bir dana sifat yaxshisidan Gladini doskasi. Do'stim ketdi, podpischiklari. Seni görüp geldim diye abonaklara sushilkasi. Sushilkisam qo'yib berajak. Sushilkasini ham qo'yib beramiz. Endi bir like bosib qo'ymasangiz bo'ladi. Yağmaçlar diye bir like basıp dostlara jonasasızlar. Kara, 3 milyon 100 ming so'mga xarid etdi. Hava. Yanında işe görüp duran savgaları mutlaka tekin bo'ldi. Bu seplik bo'ladi. Men qiz chiqaracakman diye bundan sonra. Qiz bola gerek bo'lgan hamma mahsulot bor ichida. Parvoy dazmoli bor, pilisosi bor, duxovkasi bor. 3 milyon 100 ming barasida kir mashina olib chiqasizlar, ishedagi savgalari mutlaka tekin bo'ladi. Endi dastavkisi chiqadi, dastavkisi. Dastavkisi Qoraqalpog'iston, Xorazm bo'ylab mutlaka tekin bo'ladi. Tekin, O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Ha, O'zbekiston bo'yicha ham bor, to'g'rimi? Ko'rganlaringizning bemalol pastdagi nomerga aloqa chiqarasizlar, hamma assortimentni ko'rib, xohlaganingizni olasizlar, podarkalarni qo'shib beradi, to'g'rimi? Podarkani qo'shib beramiz. Endi uka qara, Inabida ina Premier kompaniyasıniki bor. Bularning narxlari arzon chiqib turibdi. 7 kilolik bo'ladi ekan, ha. Endi 6 kilolik masalan kichiklik bo'lishi mumkin. 7 kilolik yerlar Premier kompaniyasining skidga tushirib beraman narxini. 4 so'm qo'yib beramiz endi. 5 million so'm ham sotganmiz. Havo. Endi bizlarni avvaldan olgan klientlarimiz xafa bo'lmaysizlar. Bu sababi bizlar tarafdan emas. Bizlarning kattalarimiz tarafdan berilib turgan skidga bo'ladi. Kompaniya tomonidan berilib turibdi, to'g'rimi? Endi qara, 7 kilolikning narxini 3 million 900 ming so'mga qo'yib beraman. 3 million 900 ming so'm. Premier, Mirovoy brend. Mirovoy brend bo'ladi uka. Endi qara, mendan 6 kilolik olaman, 7 kilolik olaman. Narxini e'tibor berding, 3 million 900 ming so'm. Endi 3 million 900 ming so'm olsa, yanında no'g'iyga bo'ladi. Birdan 2,5 million so'mlik gaz plitasi. Gaz plitam ketdi. Gaz plitasi. Birdan vitichkasi mutlaka tekina bo'ladi uka. Vitichkasini berajekmisiz? Vitichkasini gaz bilan to'xtab qolmaymiz. Gaz bilan to'xtab qolmaymiz. Birdan vitichkasam ketdi. Vitichkasi ham ketdi uka. Endi avtomat kir mashinasi. Shunda hisob kitobini qarasak 3 million tushib qoladi, 3 million 900. Ina bu narsa ham bo'lsa bir 3 million ba 2,5 mmi? 2,5 million so'm. 2,5. Endi 1 million so'm. 1 million so'm tushib, 500 ming so'm tushib 500 qoladimi? ming so'm tushib qoladi. Hisob kitob. Ha, like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Men yangilik bo'lgandan keyin. Aksiya bilan skidkani shu o'rinda farqlab olasizlar. Siz agar aksiyada oladigan bo'lsanglar, nishatsanglar ham utasizlar. Ha, aksiyada olsa ya 500 ming so'm tushib qoladi o'zi bu. 7 kilolik yana. 7 kilolik bo'ladi. Endi 8 kilolik kutib o'tirgan mijozlarimizda 8 kilolikdan evida TCL kompaniyasininki bo'ladi. E'tibor bersanglar bo'ladi. Mana narxlarni e'tibor bersak, bozorda 5,5 million so'm, 6 million so'm sotilib turibdi. Endi narxini uka Super Chegirmada 4 million 200 ming so'mga qo'yib beraman. Mirovoy brendni. 8 kilolik. TCL Mirovoy brend 8 kilolik narxi 4 million 200 ming so'm. 4 million 200 ming so'm 4 million bereceksiniz. 200 ming so'm Yana oladi. paravoy stikler ham bor ekan buni. Hamma funksiyasi bo'ladi. Barabandan ko'rsang bo'ladi. Baraban ham kep-ketda ishlangan ekan, ko'rganlaringizdek zo'r ajoyib bo'ldi, chiqib qo'yib beramiz 4 million 200 uka. 4 million 200 ming so'm podarkalari bilan. Yo'q, podarka bo'lmaydi bunda uka. Desam bu dillar uchun premium bo'lmaydi. 4 million 200 ming so'm xarid etasizlar, hurmatli obunachilar. Yanında bir dana 43'lik televizori. 43'lükü gitti. Bir dana 43'lik televizori. Bir dana Bundan televizori. tashqari kranchteyni, dastavkisi, ustanovkisi, barana bir dana sirli qutisi. 4 yil bugunni ko'rganimda ham mijozlashin, to'g'rimi? Bu seni mijozlaring uchun. Undan tashqari sho'braqalarimiz Asadbek seni ko'rib keldim deganlar uchun. Din yana 2 dana sovg'asi bo'ladi. Yana maxsus sovg'alari bor, to'g'rimi? Maxsus sovg'alari bor. Uka qara, bu kompaniyalarning hammasini bir qator aytib turibman. Bu degani menga bu 8 kilolik televizor qo'shib 7 kilolik gaz plita emas. Inabida kelib turib 3 million 100 mingdan boshlaydi. Endi bu yerda 2 million 800 liklar ham bor. Men invertor motordagi kir mashinasi 3 million 100 ming so'm xarid etadi. Xohlasang bir de ko'rib turgan sovg'asini olsin. Ha, farqi yo'q, to'g'rimi? Farqi yo'q. Xohlasang bir de gaz plitasi bilan olsin, vitichkasi ikkisidan. Ha, gaz plitani ham qo'shib beramiz, to'g'rimi? Qo'shib beramiz. Xohlasa inabida bir dana sifat yaxshisidan bir dana televizorni olsin. Uyima kerak deganini olaveradi, to'g'rimi? Uyima kerak deganini olaveradi. Xohlaganini oldi. Masalan, birsi desam, ikkisi, uchisi hammasini qo'shib beramiz, to'g'rimi? Qo'shib beramiz. Ketdi. Brendda umuman muammo yo'q. Kelib turib o'zi xohlagan birda ishida ko'rib turgan 36 xil brending bor. Xolasa media deymi, xolasa Immer, Hoffman, LG, har xil Rulus, xohlagan bir brendingiz kelib turib arzon narxlarda, plus yanında podarkalari bilan garantiyalarni so'ragan holatda yozib pechat bosib beradi. Ha, garantiyalar ham 3 yildan 10 yildan beriladi, to'g'rimi? 3 yildan 10 yildan beriladi. Dastavki so'ngkisi ketdi. Endi nima o'tamiz ag'a? Televizor. Televizorlar o'tamiz, to'g'rimi? Televizorni bomba etib qo'yganmiz aksiyasini. Televizorni chiqarsa endi ucha qara inabida 32 lik televizorlardan boshlaydigan bo'lsak, 32 likning narxlari 1 million 200 ming so'm, 1 million 600 ming so'm, 1 million 800 ming so'm. Har xil turi bor. Masalan, bir dana misol aytib ko'rsatadigan modelim bo'lsa, bir Sonar kompaniyasini ekan. Sonarniki bor ekan. Narxi 1 million 400 ming so'm bo'lgan. Sana obunachilar uchun 32 lik bo'ladi.
1 milyon 200 binge düşüremen. 1 milyon 200 ming tushirdi. 1 milyon 200 düşüremiz. Yanında kara bir dana kranşteyinini beremiz. Ha, getdik. Eğer şu videonu görse, like bassa, dostlara jonatsa, videonu şimdi yapıp görüşü gerek. Ben Muhammedli kanalından görüp geldim diye arkadaşlarımıza. Patlıçıklar Bir falan dana var. pul avtomatı. Pul avtomat. Mutlaka tekine boladı ki. 1 milyon 200 ming so'm bunu qo'shib berajak Bunu misiniz? koşup veremiz ki. 600 ming so'm tushib qoldi-ku bu narsangiz shunda. Ülke kara gelip halk faydalansın. Halka olsun doğru. Halka olsun. Mana esa Asadbek aka. Indi kara ülke bir de xohlan bir brenddagi televizorni xarid etse 32'lik yanında pul avtomatı mutlaka tekin boladı. Har xili bor. Her kılı Assortiment bu to'liq. asortimentden muammo yok. Eğer 43'lik televizor alaman degan bu narsalarımıza narxlarni e'tibor beringlar. 1 milyon 800 ming so'mdan başlanadı. 2 milyon so'm, 2 milyon 200 ming so'm, 4 milyongacha bo'ladi uka. 4 milyongacha. Endi qara bizdan gelip bir dana Android 14 versiyadagi Gold Star televizorni xarid etdi. Gold Star'dan. Gold Star'dan. 43'lik. Narxi 2,5 milyon so'm. 2,5 ming so'm 2,5 tushirdi. milyon so'mga xarid etdi. Novgo'ga bo'ladi. Qara bir dana duxovkasini bersak. Duxovkasam yetdi. Duxovkasi ketdi. Bir dana tapasini bersak. Tapak yetdi. Mont kazanı. Montiqasam qo'shib Maxsus berajasiz. sovg'asi. Maxsus sovg'asi Endi yana. hozir bahor oyi bo'lib turibdi, baribir yana qalla kamayib, mevalar endi chiqib boshladi, novvoy kerak, immunitetni oshirish kerak. Bir dana so'g'ajim olib keldi. Samsungdan yana. Samsung kompaniyani bir dana so'g'ajim olib kelsa. Shunda 2,5 million so'm. O hisob kitobi to'g'ri gaming qoldi bu. Ishida ko'rib turgan sovg'alaring mutlaqo tekin bo'ladi uka. Endi 43 tushuntirdik. Endi qara 43 ham tushundirik. Bu 2,5 milyon so'm. Bir de 1 milyon 800 lik varianti bor. Endi qara, oranda 4 milyonlik variantlar ham bor. Keladi, xohlagan brenddagi bir tane televizorni xarid etadi. Ishida ko'rib turgan sovg'alaring mutlaqo tekin bo'ladi uka. Hammasi ketdi, to'g'rimi? Hammasi ketdi. Endi qara 50, 55, 65, 75, 85 düymdagi televizor xarid etaman degan obunachilarga taklifni zo'rini beramiz. Men aytgan narxda boshqa do'konga bersam, podarkasiz shu narxda bersa, bir dana televizor podarka etaman. Mutuna beraverajasiz. Mutuna beraman. Royson kompaniyani Web sistemada 210 televizori 4 milyon so'm bo'lgan, narxini 3 milyon so'mga qo'yib beraman. 3 milyon so'm skidka. milyon so'mga qo'yib Bundan beraman. arzon topsam mutlaqo tekinga beraverasiz, to'g'rimi? Qara, Samsung kompaniyaniki narxi 4 milyon 500, 4 milyon 800 ming so'm bo'lgan, narxini e'tibor berib turing. 3 milyon 500 ming so'mga qo'yib beraman. Samsungni 3,5 milyon so'mga ketdi. 3,5 milyon so'mga. Ya podarkalari bilan. Podarkalari bilan, qara, yanında bir dana so'g'ajim olgasi, so'g'ajim olgan. Bir dana sifati yaxshisidan maxsus sovg'asi, mont kazanı, tapası, ondan tashqari duxovkasi. Duxovkasam ketdi. Seni videonu görüp, Muhammedli kanalından geldim, 4 yıl bugünü görüp geldim degan obunachilara. Yanında bir dana sifati yaxshisidan 32'lik televizor mutlaka tekin Shunda televizor qo'shib berajakmisiz? Televizor plus yanında inşöyle görüp duran sovg'alaring. 32'lik Smart Plus Android ekan. Smart plus Android. Zo'rundan qo'shib berdik. Zo'rundan. Endi qara, 50'likni aytdik, 55'lik, 65'lik televizorlar ham ish sovg'a amal etadi. Qara, TCL kompaniyasıniki Miroy brend 5,5 milyon so'm, 5 milyon 800 ming so'm bo'lgan, narxi 5 milyon so'mga tushirib beramiz. Pulni ham skidka bo'ladi. Pulni ham skidka etib beramiz. Royson kompaniyaniki 4 milyon 800 likini 1 milyon so'm chegirma etib turib, 55'lik televizorni 3 milyon 800 ming so'mga qo'yib beramiz. 3 milyon 800, 55'lik, 50'lik emas, to'g'rimi? 50'lik emas. Ishida ko'rgan sovg'alaring mutlaqo tekin bo'ladi. Yetti bo'ladi sovg'alar. Shu. Agar meni uyimda bu narsam bor degan obunachilar, yanında bir dana avtomat kir mashina. 7 kiloluk avtomat kir 7 mashina. kiloluk avtomat kir mashina. Yana ana qo'shib beramiz. Bundan tashqari, inabida ina sifati yaxshisidan seni kanalingga aytib kelsa, bir dana sifati yaxshisidan Zepter nabori. Tapakasam nabori ketdi. Tapakasam nabori. Undan tashqari bir dana oyoqlarimiz, biylarimiz uchun bir dana sifati yaxshisidan maxsus sovg'asi bo'ladi. Maxsus sovg'asi ham obunachilarimiz uchun nomidan bo'ladi. bir like'larni bosib qo'yinglar sho'rina. Endi to'g'ri gaming like bosmasazlar ekan. Endi qara, 55'likdan aytdik, 65, 75'lik har xil turba gasanglar konsultatsiya beramiz, sovg'alarni ham zo'r etib taqlab beramiz. Hammasini tushuntirib Bu beramiz. uka o. Ina bu avtomat kir mashin 50'lik televizor ham amal etadi. Ha, 50'lik ham qo'shib berasiz. 50'lik ham qo'shib beramiz. Bu 55, degani 65'lik emas. videoni boshida aytdim. Men bergan taklif boshqa do'kon bersam, men shu televizorni mut berib beraman dedim. O'zim narxini 3 milyon so'm aytdim Royson kompaniyasiga. Yana 3 milyon so'mlik kir mashinini bersam, televizorni bersam, undan tashqari bir de 2 dona sovg'onga bersam, dostavka, ustunovka qani foyda berdi. O'zi ketib turibdi. O'zi bilan o'zi. Plus ham ketib turibdi. Plus ham ketib turibdi. Bu faqat Diller 300 Premium'da bo'ladi uka. Xalq uchun. To'g'rimi? Hajatsin. Endi qara, konditsionerlarga keladigan bo'lsa, qisqanmi, lo'nda tushuntiramiz. Uka bizdan kelib turib, o'zi istalgan bir turdagi brendni xarid etadi. Xolasa avvalonasın. Avvalon bor. Xolasa ovuksasin, xolasa artelasin, immerasin, ovukma.
Brenddan muammo yo'q. O'zingiz kelib turib istalgan bir turdagi brenddagi konditsionerni xarid etasizlar. Qaranglar hurmatli yurtdoshlar. Hammadan narx qiziq. Birinchi navbatda narx bilan chiqik. Boshqa do'kon bera olmagan taklifim bering. Citroen kompaniyasi narxini e'tibor beringlar. 6 million so'm bo'lgan, narxini 5 million so'mga qo'yib beraman. 1 million so'm skidka bo'ldi. 1 million so'm chegirma. Qanchalar? Citronikini. 5 million so'mga qo'yib beraman. Endi qara, narxni aytdik. Endi taklifni zo'rni aytamiz. 12 lik konditsioner xarid etdi. Ha. Yanımda 12 dana sovg'asi mutlaqo tekina bo'ladi. 12 likka 12 dana sovg'asi. 12 dana Mutlaqo sovg'asi tekinga. mutlaqo tekina bo'ladi. Endi agar bunday hisobot kitobat ko'radigan bo'lsang, ichida eng arzoni chop ber deb misol aytib olsak bo'ladi. Arzon narsa yo'q. Duxovkasi bor, mikrovkasi bor. Mikrovkadan yetti pilisosi bor, maxsus sovg'asi. Eshida qara, 12 dana sovg'a mutlaqo tekina bo'ladi uka. Hammasi yetti sovg'aga. Hammasi. Bir dana konditsioner. Bir dana konditsioner. Endi qara, Artel kompaniyanikin narxi 5 million so'm bor. Narxini 4 million so'mga tushirib beraman. 4 million so'm. Inverter motorlusini. Inverter motordagini 4 million so'mga tushirib beraman. Endi bu yerda Zipler kompaniyani 5,5 million so'm bo'lgan, 1 million so'm chegirmay turib 4,5 million so'mga qo'yib beraman. 4,5 million so'mga ketdi, plus podarkalari bilan, to'g'rimi? Plus podarkalari bilan ketdi. Ha, endi like bosib ko'masangiz bo'lmaydi, bir-bir. Agar meni uyimga 12 lik konditsioner kichik bo'ladi, meni xonamning kvadrati katta, 18 lik konditsioner xarid etaman degan obunachilar. 18 likni narxi Artel kompaniyaniga bosh. Xayr, sevintiz, yana bu yerda qaysiniz, Immer brenddan muammo yo'q. Artel kompaniyasining narxina keladigan bo'lsak, 6,5 million, 6 million 800 ming so'm sotilgan 18 lik konditsioner 6 million so'mga qo'yib beraman aka. 6 million so'm 18 lik. 6 million so'mga 12 lik emas hech qanday. 12 lik emas. Endi shu gapni kutdim, aytdim. 12 lik emas deding-ku. Podarkan ham 12 emas, 18 dana podarkan. 18 lik 18 dana sovg'a. 18 Gapingiz javob. 18 dana sovg'a mutlaqo tegim bo'ladi. Bay, bu sovg'alarga qaranglar. 18 dana sovg'a 18 lik konditsionerga ketdi. 18 lik. Endi qara, uka men toza bo'lak chiqdim. Men zalima konditsioner aldım. Bana bu narsalar kerakmidi? Uyuma avtomat kir mashina olishim kerak, televizor olishim kerak, gaz plita olishim kerak degan amulachilarimizda. Yanımda uka. Yana bu 1 million so'm. 1 million so'm ketdi. Yana bu 2 million so'm. 2 million so'm. Bir dana konditsioner xarid etadi, 2 million so'mga ega bo'ladi. 2 million so'm. 2 million so'mga. Qara, seni kanalingga aytib kelsa, do'stlarga jo'natsa, shu videoga like bassa, kommentga turib Asadbek omad so'zini yuborsa, 3 million ham ketadi. 3 million vereceksiniz. 3 million so'm. Bir dana konditsioner. Bir dana konditsioner xarid etsa. Shunda konditsionerimiz 1 million so'mga tushib qoldimi? Endi qara uka, 4 millionlik narsa 1 million so'm, yana bu yerda 4,5 millionlik narsa 1,5 million so'm, 5 millionlik narsa 2 million so'mga tushib qoladi uka. Endi o hisob kitoba to'g'ri kelmaydi. Shuning kelib turib, Diller 300 Premiumdan foydalanib qolinglar. Hurmatli. Ko'rganlaringiz har xil assortimentda har xil brendlarni tasavvur qo'yib turib, 18 izlami hammasi bor, to'g'rimi? Hammasi bor. Bu ham hozirgi kunda skidkada plus aksiyada bo'lib turibdi. Plus aksiyada bo'lib turibdi. Endi qara uka, bu yerda kichkina xolodilniklardan keladigan bo'lsa, qara brenddan muammo yo'q. Qolasa Royson, Premier, Volna, Uzel, Platinum, Tech xohlagan bir brenddagi kichkina xolodilnikni xarid etadi. Narxini keladigan bo'lsak, 2 million 800 ming so'm bo'lgan narxini 2 million 500 ming so'mga tushirib beraman. 2 million 500 ming so'm. 2 million 500 ming so'm. Yana bir Royson kompaniyasi bor. Royson kompaniyasi sotilgan vaqtlari bir vaqtlarida 3 million so'm, 3,5 million so'm sotilgan, 2,5 million so'mga tushirib beramiz narxini. Ha. 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. Endi kichkina xolodilnik. Kichkina xolodilnik. Bular narxidan skidga bo'lgan xolodilniklar bo'ladi. Deb aytsam bu Diller 300 Premium bo'lmaydi. Endi qara, xohlagan bir kichkina xolodilnik xarid etdi. Shunday keladi, ichini ochadi. Lekin ichini ochmayincha bu narsani ichini ochmayincha sovg'a yo'q. Shunday deb tasavvur etsin. Ichini ochib ko'rish kerak bu. Keladi, ko'radi, ichini ochadi. Endi 2,5 million so'mga ichini ochadi, yana ichida 2 million so'm pul ega bo'ladi. 2 million so'mning kuponi mutlaqo tekina bo'ladi. Shunda 500 ming so'mga tushib qoldimi? 500 ming so'm. 500 ming so'mga xolodilnik olib ketsangiz bo'ladi, har xil assortiment to'ldirib qo'ysa, to'g'rimi? Endi qara, 2 million so'mga xarid etdi. O 2 million so'm pulni uyina olib ketmaydi. Onu ham tushuntirgan yaxshi. Endi 2 million so'm. Endi masalan, men misol aytib oladigan bo'lsak, endi kullerimizning narxi 1 million so'm-ku. 1 million so'mga shundan oldi, kullerni oldi. Endi pilisosimizning narxi 500 ming so'm-ku. Endi pilososini oldi. 500 ming so'mdan o, pol avtomatmi, pol avtomat. Shunda qara, 2,5 million so'mga xolodilnik, yana bu yerda pol avtomat, bir dana kuller, bir dana pilosos. Bormi shunday? 2-3 dana sovg'asi, bir dana xolodilniki. O'zi 2,5 million so'm olib turibdi. O'zi 2,5 million olib turibdi. Endi pulni shunga sarflaysiz, hurmatli obunachilar. Endi qara uka. Meni masalan menda 2,5 million so'mdan boshlab turib, yana bir de 4,5 million so'mga deyim bo'lgan xolodilniklarda 2 million so'm kupon bo'ladi. Agar 5 milliondan o'tgan xolodilnik xarid etadigan bo'lsa, endi qara, bu yerda brendlarni ko'rsiz. Xolasa Zipler, Premier, Tech, Platinum, Immer, xohlagan bir brenddagi
Gelip durup bir dana katta holding xarid etadi 5 milliondan o'tgan. Ha. Yine bir de Premier kompaniyasıniki bor. Premier. Ferre kompaniya Nofro sistemada ishlaydi. Narxini e'tibor beringlar. Narxini uka ko'p dukanlar 7 million, 7,5 million so'm sotib turibdi. Sen obunachilaring uchun narxini 6 million 500 ming so'mga qo'yib beraman. 500 ming so'm skidki 6 bo'ldi. million 500 ming so'mga qo'yib beraman. Endi qara, yana bu yerda Artel kompaniyasıniki bor. Bom воздушный холодильник bo'ladi. Ha, bom flop sotadi, Воздушный to'g'rimi? холодильник. Endi Endi qara. garantiyasi yana. Shuni katta ob'yomda olib ko'rsit. Faqat hurmatli obunachilar, foydalanib qolinglar. Men aytgan narxda Sizni bo'yingizni o'zingiz. faqat bizning zararimizda sizning foydalaringizga qo'yib beraman. Ish холодильникning narxini. Necha so'm qo'yib beramiz eng qizig'i? O'sha narxini 6 million so'mga qo'yib beraman. 6 million so'mga, воздушный. 6 million so'mga qo'yib beraman. Bu Podarkasi yo'qmi buni? emas uka. Yonda podarkasi bilan beraman. Podarkasi ham berajaqsiz. Aksiyada 6 million so'mga xarid etdi. Yonida bir dana sifat yaxshisidan konditsioneri dastavki ustunovkisi bilan chiqdi. Konditsionerimi? Konditsioner 12lik. 12lik. Chigodan yana eng zo'ridan bir dana konditsioner ketdi, Endi to'g'rimi? uka qara, bu narsani 6 million so'm oldi. Endi hisob kitob etib ko'rsin, konditsionerimizning narxi 4 million so'm ekan. 4 million so'mga xoldinglik tushib turibdi. Men 4 million so'm dedim-ku. Ha. So'llagan gapimga javob beraman. Agar konditsionerim uyimda bor deydigan bo'lsa, ina bu 2 million so'm. 2 million ketdi. 2 million so'm, 4 million so'm kuponni beraman. 4 million kupon ketdi. 4 Bir dana million xoldingniki. kupon. Bir xoldinglikka 4 million so'm kupon ketdi uyga. Shunda 2 million so'mga tushib qoldi. 2 Katta million so'mga xoldingniki. tushib Sizni turibdi. bo'yingizdan ketdi bu Men xoldinglik. o'yimdan katta xoldinglik bo'ladi. Endi gaz plitalarga keladigan bo'lsak, uka, qara, narx aytaman, taklif aytaman. 1 million 800 ming so'm gaz plitalarni 800 ming so'mlik pol avtomatliga tekin. Pol avtomata ketdi. Pol avtomati ketdi uka ichida. Yurtun ovazi ajoyib yangilik. Qaranglar, bir like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. 1 million 800 ming so'm podarkisine ketdi bir dana yana. Ketdi. Qara, bu kam bo'ldi. Seni kanalını görüp açıp keser, yine bile yine pol avtomatının yanında bir tane kazanı, bir tane Bu bilen çekilən birinci kalmıyorsunuz, tapası doğru mu? Yok, bir tane lağman tapası. İnşuz, Nemitski sille işlenge kazan granitimizi şu gaz pilde koşup veremiz. Mutlaka tekine koşup Mutlaka verəsiniz. tekine. Dastak kemez belli bu. Dastak kemez belli. 1 milyon 800'lükini alamı, 2 milyon 500'lükini alamı, 2 milyon 800'lükini alamı, 10 milyon aça turba ülke. Gaz piltelerini. Gaz piltelerini. İna bu arıyor kampanya. Üstünü yazılar ülke boladı. Kara, spiçkesi var, grili var. Libo yer bilen bakasını çalıştırsın, 2 milyon 900, 3 milyon zamacılık durgan bir vaxtda Diller 300 premium sizlere 2 milyon 500 milyon zaman koyup verelim. 2,5 milyon so'mga ketdi. 2,5 milyon zaman koyup verelim. Plus podarkisi bilan. Plus podarkisi Efendim, bilan. gap bize cevap mı? Uka gapimizde Abi o. çogullu bu spiçkili grilan var. Fakat halkla faydasına olup turibdi. Faydalanıp. Bosan halka bosan bir rakana basıp koymasanız bo'lmaydi Qarama, abunachilar. xalaza bir gözü to'qli, xalaza turbo komfort gelir. Xohlagan bir gaz plitadan gelip turib assortimentda xarid etsa bo'ladi. Xalaza retro variantlari, xalasa yana bu yerda 5 gözlü variantlari. Xohlagan bir gaz plitadan xarid etasizlar. Endi boshlanish narxi 1 milyon 800 ming so'mdan 10 milliongacha bo'ladi. Har xil turi bir dana pol avtomati, bir dana sifat yaxshisidan Zepterna bo'ladi. Zepterna bo'lar ketdi. Endi Asadbek seni görüp geldim. Like bastın degan bu narsalara. Chiqajak vaqtni yana bir dana sirli sovg'asini berib beramiz. Sirli sovg'asini ham Sirli bereceksiniz sovg'asini yana. berib beramiz. Bu bilan cheklanib qolmaysiz. Cheklanib qolinmiz uka. Yana bu yerda pol avtomatlarni ko'rsang bo'ladi. Pol avtomatlar arzon narxlarda turibdi. 1 milyon so'mdan boshlanadi. Boshlanish narxi. Ha. 7,5 kiloliklar 1,5 milyon so'mdan. Undan tashqari qara. Yana bu yerda 10 kiloliklar bor. Undan tashqari 6,5 kiloliklar bor. Endi yana bu yerda qara 1 milyon 100 ming so'm Avesta kompaniyada bir dana pol avtomat xarid etsa, yanında Gladionodoski sushilkasi mutlaqo tekin bo'ladi. Gladionodoski sushilkasi Mutlaqo tekin Necha bo'ladi. so'mdan boshlanadi dedingiz shunda? Qara 1 milyon so'mdan boshlanadi. 1 milyon so'mdan boshlanadi. 1 milyon so'mdan boshlanadi. 200 ming, 200 ming, 400 ming, 600 ming so'mga tushib qoldi. 600 ming so'mga tushib qoldi uka. Gelib turib Pol avtomat pol avtomat 600 ming so'mga. Hey, bir lakana bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Mikrovolnovchi, duxovchi, plysos, kuller, xohlagan bir mesela melki bitta oydan xarid etadigan bo'lsa, yanında uka xohlagan bir brenddan xarid etdi, plysos oldim, duxovchi, mikrovolnovchi, zo'r aksiya qo'yib beraman. Bir dana Nemetskiy stilda ishlangan bir dana misrovchi qo'yib beraman. Bitekdan misrovchisi. Misrovchi mutlaqo O'zi tekin bo'ladi. plysoslaringiz 500 ming so'mdan boshlansa. Uka qara, shuni aytaman, ina haqiqiy aksiyani tushuntirib beraman. Ina shu plyosimizni 650 ming so'm qo'yganmiz. Narxini 600 ming so'mga tushiraman. 600 ming so'm, 50 ming skidki. 600 ming so'mga qo'yaman. Yana kelishmasangiz ham bo'ladi. Gelishib olamiz. Bir dana misrovchi.
yanında. Özüne ten narxı bilan deng bo'lgan misrobchi mutlaqo tekin bo'ladi ekan. Shunda hozir nima bo'lib ketdi Asadbek aka? Uka, bu haqiqiy aksiya deyiladi. Kelib turib Dillir 300 Premiumdan foydalaninglar. Kurash o'tmadimi og'a? Yo'q uka. To'g'risini ayting lekin. To'g'risi. Shunda ketdi birdana. Ketdi. Bo'ram. Tegina. Xohlam bir duxob kalami, pili sosalami, mikrovolnov kalami, birdan misrobchi mutlaqo tekin bo'ladi. Bahorning ta'siri bo'ldimi deyman lan. Yo'q, uka. Bunday gap bo'lmadi. Endi hurmatli yurtdoshlar, berib turgan aksiyalarimizdan unumli foydalanib Morozinlik bormi? Morozinlik, vitrina xolinliklar ham bor. Morozinlik so'rab turibdilar podpischilar. Endi bu yoqda qara, morozinliklar ham har xil turlarini aytib qo'yibmiz. Kichkinalari bor bu. Kattasi. Ha, kattasanmi? Ha, uka bu yoqda yana ko'rsang bo'ladi, assortimentdan umuman muammo yo'q. Xohlasang yana 1 tonnaligi deysanmi? 1 tonnalarga kelib qo'ysa. 1 tonna sirtda ko'rsatamiz uni, evdizakini. Bir de yine Immir kampanyalarınki bor. Sana aytadigan bo'lsam, uka qara. Morozinlikdan bor ekan buni. Yine bir de muammo yo'q, brenddan. Xohlam bir brendni morozinlik xarid etasizlar, yanında uka bir dana misrobchisini qo'shib qo'yadi. Bular ham yetdi misrobchi. Bular ham yetdi uka. Yine bir de vitrina xolodilniklar ham yetdi. Ol uka. Aksiya bo'lsa, aksiya bo'lsin. Yine bir de Elita kampanya, Platinum kampanya, Asalin, Clio, Optima. Xohlam bir yine birden kelib turib vitrina xolodilnik xarid etasizlar. Bir dana misrobchisini shunday tegib. Misrobchisi ham bularga ketdi, to'g'rimi? Misrobchisi ham yetdi. Endi narxini e'tibor beringlar. Narxlari boshlanish narxi 5 million so'm bo'lgan 4,5 million so'mga qo'yib beraman. 500 ming so'm skidki. 500 ming so'm skidki. Vitrinalar plus misrobchisini ham qo'shib beraman ekan. 3 millionlik 4 million 900 tushib qolgan ekan mana shunda. Yo'q, uka 4,5 olib turibdi. Ha, 4,5? 4,5 olib turibdi. Yanında misrobchisi ham qo'shib 3 million 900 tushib qoldi 3 shunda. million 900 ming so'mga tushib qoldi. Misrobchingiz ham yaxshisidan qo'shib berasiz. Yaxshisidan. Endi brenddan muammo yo'q, kelib turib, qarang uka. Shuni ham aytib o'tib ketik. Videoni o'tirib bermanglar, alt kommentariy show aniqlaymiz. Bundan tashqari, inshoda ko'rib turgan maxsus sovg'amizdan qaranglar, hurmatli yurtdoshlar. 1 emas, 2 emas, 3 dona maxsus sovg'amizni kommentariy showga qo'yib beramiz. Shu videoni ko'rdingizmi, eldingizdan chiqdimi, bir dona like-ni bosing, do'stlarga jo'nating. Kommentariy kirib turib, Asadbek omad so'zini yozing. Endi videoda eng maxsus sovg'amiz sizniki bo'lishi mumkin. Maxsus sovg'a qo'yib berasiz. 3 donasini qo'yib beramiz. 1 emas, 2 emas, 3 dona naq. 3 donasini qo'yib beramiz. Bugun xudo xolasa buni o'ynaymiz, to'g'rimi? Videoda qara 5000 prosmotr bo'libdi. Obunachilar yana kommentga kirib turib, kommentdan tasodifiy aniqlaymiz. Hammaga omad, xudo xolasa. Hay, bir like'larni bosib qo'yinglar, ketdik, aniqlaymiz xudo xolasa. Hammaga omad tilaymiz. Dillar 300 halollik foydadan ustun. So'ngida qolgan bo'laveradi. Yana Tiger degan profilimiz. 100 dan ortiq fikrlarni yozib qoldiribdi obunachilar. Qaranglar. Ko'rsatib o'tamiz. Screenshot qo'yib olamiz. Bemalol kelib, fotoga izlab ketaverasiz. Ikkinchi shobramiz g'olibi. 1, qara Dillar 300 halollik foydadan ustun. Yana so'nggi bu. Kim? Azamat Eshchanov. Eshchanov degan. Og'amiz 49 sana kommentar yozgani bilan bir dana shunday shobramizni o'tib oldi. Bemalol kelib, og'a ikkitaverasiz. Qara, Dillar 3-shobramiz. Dillar 300 halollik. Aslında. Dur, qara. Dillar, dur. Dillar 300 halollik foydadan yana Ustundir. Yana. Muborak. Alloh Muborak Alloh degan. 20 dana kommentar yozgan ekansiz. Bir dana shobra olib ketdingiz. Bir like-ni bosib, yana kommentar yozing. Zo'rundan bir podarkasini ham qo'yib. Podarkasini endi qara, endi videomizda xudo xolasa inshida ko'rib turgan maxsus sovg'ani 3 donasini kommentarga shova qo'yib beraman. 3 donasi. 3 donasini. Aktiv bo'linglar, kommentarni portlasib qo'ysanglar, xudo xolasa endi sabor shu sovg'alar sizga bo'lishi mumkin. Shvabroutdan yurtdoshlarimiz bemalol kelib turib, ertang olib ketsanglar bo'ladi. Agar Urganch tarafdan o'tdim, Xonqadan o'tdim, Nukusdan o'tdim degan obunachilarimiz onlayn nomerlarimiz bo'ladi. Telefon turib, agar bizlarga haqiqatdan ham shu profilni tashlab beradigan bo'lsangiz, inshuni aytganingizni chiqarib beramiz. Dastlabki aytib beriladi. Dastlabki aytib beramiz. Bir like bosib Shvabrout turib, 4 kilo kelish sal imkonsiz. Uyda o'tirgan holatda ham inshunga o'xshagan mutlaqo sovg'alarni mutlaqo tekin olishingiz mumkin. Endi bir like-ni bosib qo'yinglar, 4 kun buguna. Like bosib, podpis bosib qo'yinglar. Har doim sizlar uchun manfaatli videoni chiqarishni davom etamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, sho'radan ko'rgan bo'lsangiz, vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Har doim shuni 4 kunlar bo'lib turgan yangiliklarni sizlar uchun chiqarib boramiz. Endi bu ustida ko'rib turgan futbolkani ko'rdinglar-ku. Maxsus men uchun ishlangan ekan, xudo xolasa bir og'amiz ish boshlagan ekan. Pastda nomerlarni ham qoldirib ketaman. Bemalol aloqa chiqarasiz, sifat ham zo'r ekan, chotki bo'lib turibdi. Havoni o'tkazishlar ham yaxshi ekan.
Şimdi görüp turanlarsınız, hazır gündə şunday futbolka trenddə bemalol aloqa chiqarasizlar. Ağamın nomerini qoldirib ketaman.